Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bize xudo xolasa Spark 1 motorimizga yangicha tablo qo'yish sizlarga yo'l yo'rig'ini ko'rsatamiz. Kimga maslahatlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bundan minnatdormiz. Tablo qo'yishdan oldin eng avvalo rul tegini yechib olamiz. Biz yangi rul qo'yganimiz uchun rulni ham yechib turamiz. Rul yechsanglar undan ham qulay. Rulla tegida bitta bo'liti bo'ladi, ya'ni o'rtasida tushgan. Asosiy qismi bo'ldi. Ya'ni tabloni ikkita 10 voltda qotgan joyi bo'ladi. Ona krishkasini tegadi. Keyingisi shu stekeri tegida bo'ladi. Qara stekeri chiqarib olsanglar. Şu 10 voltunu boşaltamiz. Tepasi ham ochildi. İkinci volt. Endi tabloyimizni krishkasidan ajratib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Ikkita steker bo'ladi. Tabloyimizni yechib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Orqasidagi stekerlar. Xudo xolasa tablolarni yechib oldik. Tablo uстановка jarayoni. Bizda bu steker o'zini zavodskiy joyiga zavodga tushadi. Bu steker bo'lsa, mana shu tegidagi noshkachasini sindirib tashlaymiz-da. Tabloni mana shu tabloni eng pastki qismiga taqab tiqib qo'yamiz. Tepadagi ikkita oyoqchasi qoladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu steker o'z joyiga tushadi. Bismillahirrohmanirrohim.
maslahatlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa biz bundan mamnunmiz. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan.